Video boshlansa like bosib qo'yilaman. Yana sizlar bilan Habib Killer ovoz berdi. Like bosib obuna bo'ling. Men Groxning sivilizatsiyasida 100 kun yashab qolmoqchiman. Hozir men bu haykalga kirib, iltimos u yoqqa kirib, yo'q bilasan. Menga ishonov. Muhammad, bo'pti, rahmat. Qani boshladik. Bizning birinchi kunimiz bu yerda boshlandi. Endi biz bu yerda turib qani qaraymiz. Qurbaqajon, nima qilyapsan bu yerda? Men bu yerda prosta yashash uchun keldim. Yo'q, bu yerga jitinlar kira oladi. Keyin richakni bosam, richakka bos. Bale, izolyatsiya qilyapsizlarmi? Qarashib pashonlar qo'y. Endi sog'liqlar mayli, bu yerda maza qilmaychi. Omadsiz, battar bo'l. Ustimda kulishdi. Bu yer chiroyli. Bu yerda pizza xona ham bormi? Pizza yeyishda qolayman. Bu nima? Groxning pizzasi. Katta pizza, Groxning suyuqligi maxsus nima? Qanaqa yana suyuqlik bo'ldi? Bu Groxning suyuqligi bizning menyumizdagi eng zo'r mazali yegulik. Bala, bu yosh bolalar uchun videorolik. Bala, nima yo'lga qarayapsan? Kim bo'lsa, yerdan bilasiz, pashol naxoy. Yetimxona, menga bu narsa kerak emas, chunki o'zim, janob, meni boqib oling, bu bolani shirinligini yedingni, ittam, hozirroq boqib olmadim. Bo'lmasa nima? To'xta, men seni albatta boqib olaman. Endi bir oilamiz, pashonlar qo'y. Superman, savdo markazi, qo'yib. Dadajon, savdo markaziga kiraylik, pasholdingni qo'y. Bo'tdimi? Deb ko'p o'zi. Qarang, zo'r arava choldi. Buni o'g'irlayman. Meni o'g'irladi. Ko'tingni qisib o'tirganmiz. Og'ziga beringlar, davay. Nima? Mashinalar. Dadajon, qarang, Supreme kiydingmi? Xuddi dalboyibga o'xshab ko'rinyapsan. Menga qo'y, qani ketdik. Menga biroz pul berolmaysanmi? Albatta, nima? Psixolog yo'q, kechirasiz, biroq Grox borlarni ko'tiga tiqmoqchi. Hali afsuslanasizlar. Bilasanmi, qarachi pashonlar qo'y. Mana shu. Nima? Jitinlar muzeyi, bu jitinlar muzeyi. Agar kichkintoy bilan bir narsa qilsanglar, o'zinglardan ko'ringlar, ya'ni. Bilasan, biz hech nima qilmoqchimiz bu bola bilan, to'g'rimi? Dadajon. Bu buncha zo'r bo'lmasa, jala. Bu haykalim bormidi? To'xtachi, bu nima? Kim bu dalboyib qo'yib qo'ygan bu yoqqa? Grox, har doim bizni Lord Groximizni qutlaymiz. Omad Grox, ahmoqona edi, xafa bo'lmanglar. Battar bo'linglar. Nima, sen kim bizga ahmoqona dedi? Nima, zumratli haykal dadajon, ketgan oling, bu ya'ni haykal ko'tiga tiqamiz, ketdik. To'xta, bir ikkita olsak bo'ldi. Sizlarni hozir politsiya chaqiramiz va beramiz. Ana, yomon pul olishdi. Qimirlamang, sizlar qamoqqa tiqilasizlar. Bu haykalni qurilishiga necha minut vaqt ketgan bilasizmi? 10 daqiqami? Xuddi shunday. Bilasizlarmi? Men o'g'irlamadim, bila. Menga qo'y, qani ketdik. Nima? Porsche deb qo'yishibdimi? Bu kimniki bo'ldi? Bu qanaqa hayvon? Tayyorda nima? Verorax, ovozi ham bormi? Qani bosib ko'ramiz. Basholdingni qo'y. Mana ketishdi. Endi ertangi kungacha xayr. Ikkinchi kun. Mana o'tiribman. Xullas, men qani bizda qancha pul borligini ko'raylikchi. Askar, kela qol. Janob Grox, nima? Bizda qancha pul bor? Bizda mana shundan tashqari hech qancha yo'q. Qarang, oling. Nima? Attigina bitta zumrad ko'tingga tiqaman zumradimni. Qani menga pul topdi? Grox, menga bitta idea keldi. Xo'sh, qanday? Agar menga pul to'lasangiz, hech qanaqa pul to'lash degan gapni gapirma. Gapingni aytmasingni o'ldirdim. Xullas, men yana soliq mavsumini boshladim. Mani pullarim rosa ko'p. Nima bo'ldi? Xullas, mana eshit, mana senga nima? Xullas, Grox yana boshladi soliq mavsumini. Agar buni to'lamasanglar, qarash ko'tinglarga qil. Yaxshi, bizda zumradlar to'lib qo'ygan. Endi men o'tiraman uyda.
bu yoqqa aka, menga zumradlaringni ber, men uni yemoqchiman. Короче, boshqasini top. Иди nahvoy, tushundingmi? Men sog'liqqa to'lashim kerak, men esa yeyishim kerak. Bo'lmasa mana, yo bala, bo'pti, hozir beraman. Azginchasini albatta. Yo'q, hammasini ber. Bashol nahvoy. Bo'las, bo'pti, menga po'xoy. Men shu bo'lsa tursa har ko'ra olaman. Endi nahvoy. Menga po'xoy. Bala, izdivatsa qilishyaptimi? Shaxtada yana ko'proq ishlayman va ertangi kunlarga to'ldirib qo'ysam bo'ldagina. Nima bular? Xo'sh, qani ketdik. Tak, mana bularni qildirib yuramiz. Hoppa, bularni ham olamiz. Nima? Meni o'g'lim qidirilmoqda. Uni puliga 100 nima? Qidirilyapti. Siz o'g'lingizmi? To'xtang. U siz o'g'lingizmi? Yo'q, meniki emas. Men bu o'g'il mana buniki deb turadi, albatta. Nima san o'g'lim? Davay og'ziga beringlar. Rost gapirdim, lekin bayli uni o'ldiramiz. Qani bo'la qol. Yo'q, men emasman. U meni o'g'lim, tanimayman ham. Qani bo'la qol. Kichkintoy nega qidirilyapti? Nima qilib ish qildi? Bitta shu zumradlarni olganim. Hoy, menga pul ber. Yo'q, senga kim pul beradi? Pul bermaysanmi? Yo'q, bo'ldi, to'xta. Nega unday qilyapsan? Menga o'tgan kuni pul bermaganing uchun. Voy, bilasanmi? Pistoletni qayerdan keldi? Kirkani ham ber desam, ber. Barakalla, kirkani ham berasan-da. Bo'ladi, pulsiz qoldim. Bala. Короче, bashonlar qo'y. Menga po'qi yana qaytadan pul olaman. Bu nima bo'la? Voy, to'xta, nima bu? Qo'sh, qani ko'raylikchi. Yo'q, salom. Mana pulim ko'p, bilasizmi? Bilasanmi? Menga pulingni berasan. Yo'q, bermayman. Nima? Mengami? Yo'q. Kechir, shunchaki nima meni tushiribdi. Kuchuk, bilasanmi? O'g'ing uncha yaxshi emas edi. Bilasanmi? Seni ertasi kuni tashlab ketmoqchi edim. Bilasanmi? Basada ko'p pul, ya'ni mayli, короче, menga po'xoy. Mayli, men bitta zumradni ham olib ketaveray. Aldagan bo'lsa ham, atam shu ham paxoda pul. Nima deyishim mumkin? Menda bitta dona zumrad yo'q. Groks meni toshni o'ldiradi. Jinursin. Kech tushyaptimi? Bala, qachon endi nima qayoqqa o'zimman? Nima qilishim kerak? Pulim ham yo'q. Bilet. Endi men ketdim. Yotib qolay. Mana bitta. To'xtanglar-chi. O'g'limni kravatani tagida qirollar bo'lish kerak. Ko'p narsa bor ekan. Endi Umar emas. Qani bo'l. Davomi bor.